kunda amaliyotda juda ko'p uchrashuvchi masalalardan biri ikki yer uchastkasi o'rtasida uning chegaralarini belgilash masalasida nizolarning kelib chiqish holati hisoblanadi. Ushbu turdagi nizolar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda ham, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarida ham vujudga kelib turadi. Ya'ni ikkita yer uchastkasi mavjud bo'ladi va huquqiy hujjatga asosan yer uchastkasi ajratilgan va uning chegaralari belgilab berilgan bo'lishiga qaramasdan uning o'rtasidagi chegara hududda kimga tegishli ekanligi masalasi bo'yicha nizolar mavjud bo'ladi va bu o'zaro janjallarni keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 10-moddasiga muvofiq yer uchastkasining chegaralari planlar, ya'ni chizmalarda va naturada belgilab berilishi belgilangan va bundan tashqari ushbu yer uchastkalarining planlari va naturadagi chegaralari belgilangandan keyingina yer uchastkasining umumiy maydoni hisoblanishi belgilangan. Yer kodeksining 32-moddasiga ko'ra yer uchastkalarini berish to'g'risida hokim qarorlari, ya'ni vakolatli organ qarorlari chiqarilgunga qadar uning chegaralari naturada va chizmalarda belgilanishi talab etilishi belgilangan. Yer uchastkasi ajratib berilguniga qadar uning planlari naturada va chizmalarda aniq belgilangan bo'lishi lozim. Endi mazkur yer uchastkalarining planlari va chizmalarini belgilashda O'zbekiston Respublikasi soliq organi huzuridagi kadastrlar palatasi ushbu chizmalarni naturada va chizmalardagi planlarni ishlab chiqadi va davlat hokimiyati organlari tomonidan ushbu chizmalar tasdiqlanadi. Va tasdiqlangandan so'nggina ushbu chizmalar naturada va planlardagi chizmalari kadastr hujjatlariga qo'shib qo'yiladi, uning bir nusxasi mulkdorga berilishi belgilangan. Ya'ni bundan kelib chiqib aytish mumkinki, yer uchastkasi toki mulkdorga berilguniga qadar uning naturadagi va chizmalardagi chegaralari belgilab qo'yilgan bo'ladi. Endi shunaqangi holatlar bo'ladi amaliyotda, ba'zi bir holatlarda yer uchastkasi huquqiy hujjatga asosan tegishli bo'ladi, ammo uning chegaralari belgilanmagan bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir holatlarda belgilangan bo'lishiga qaramasdan, ya'ni ikkala yer uchastkasida ham huquqiy hujjatlari bo'yicha uning chegaralari aniq belgilangan bo'lishiga qaramasdan o'rtada nizo mavjud bo'lib qolaveradi. Bunaqangi holatda, ya'ni siz o'zingizga tegishli bo'lgan yer uchastkalarining naturadagi va chizmalar, planlardagi chizmalarini kadastr palatasi orqali olishingiz, mavjud bo'lsa olishingiz lozim bo'ladi. Agar mavjud bo'lmasa, ularni ya'ni chizmalarni naturada va hujjatlarda belgilab berishni talab qilish lozim bo'ladi. Va kadastrlar palatasi tomonidan ushbu yer uchastkasining chizmalari belgilab berilgandan so'ng, uning naturadagi chegaralari ham belgilab berilgandan so'ng, o'shanda ham qo'shni yer uchastkasi mulkdori tomonidan sizning yer uchastkangizni egallab olish holatlari yoki uning harakatlari sizning huquqlaringizni buzayotgan bo'lsa, bu holatda sud orqali, ya'ni boshqa yer uchastkasi mulkdori tomonidan sizning mulkiy huquqlaringizni buzayotganligi holati yuzasidan shikoyat qilishingiz va qo'shni yer uchastkasi mulkdoriga nisbatan ushbu harakatlarni amalga oshirmaslik majburiyatini yuklatishingiz mumkin bo'ladi. Sud tomonidan, ya'ni bu holatda asosiy e'tibor beriladigan holati yer uchastkasi huquqiy hujjatga asosan sizga tegishli ekanligi va uning haqiqatda ham chegaralari belgilanganligi va ushbu chegaralar qo'shni yer uchastkasi mulkdori tomonidan buzilib, egallab olish holatlari mavjud ekanligi asos bo'ladi. Agarda sizga ham xuddi shu va shunga o'xshash huquqiy masalalar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.